Assalomu alaykum, qadrli hamkasblar, hurmatli yurtdoshlar. Bu video murojaatimiz ustalar uchun bo'ladi asosan. Boshqa ustalar ham, viloyatdagi ustalar ham ko'rishi mumkin. O'shaning uchun adabiycha gapirib ketaman. Iloji boricha xatoliklari bo'lsa, o'zingiz tushunib olasizlar. Shu planshetim launch ishlataman, yaqinda ishlamay qoldi. Shu muammo bilan ko'p joylarga uchrashdim. Dilerlar ham уже hal qilishmadi, bir ikkitasi. Olgan joyimga ham yozdim, u ham o'sha SMSlarimni ko'rib, videolarimni, murojaatimni ko'rib o'sha yozmadi, hal qilmadi xullas. Keyin bu Smart Linkni almashlab ko'rmoqchi bo'ldim. U ham boshqasi tushmaydi, elektronniy pochtaga ulangan bo'ladi. Ichiga uni ham muammo almashtirish o'zi ham qimmat bo'ladi bu. Keyin buni Xitoyga ichidan yozdim. Xitoylik o'sha texnicheskiy поддержкасы joyga kabel ulab, udalenniy dasturga ulanib, keyin ichiga bir nimalarni o'rnatdi. Keyin shu bilan tuzaldi planshetim. Hozir hamma mashinani avvalgidek ko'ryapti, полностью. Bir kirib, bir kirmay qoldi. Smart Link kuydimi deb o'yladim ichidan. Va yozganlari ham turibdi ichida. Mana 2 marta yuborgandim bitta ошибкani. Bu joyda сообщение yozishib, xitoyliklar bilan kimda agar shunaqa muammo bo'lsa, Zinkarmi, Autelmi yo boshqasi shu ichida texnicheskiy поддержкаga yozsa, ular albatta aloqaga chiqib поддержка qilishadi ichidan bemalol. Lekin bu klon qilingan apparatlarga taalluqli emas. Ularda поддержка yo'q bo'ladi. Misol uchun Tindiaq olib oddiy planshetga установка bo'lganlarga taalluqli emas bu narsa. Faqat original подпискasi bo'lsa, ularda поддержка bo'ladi xitoyliklar tarafdan. U misol uchun kiramiz Shinray. Qanaqa ошибка bo'lgan bo'lsa, o'shada error deyapti, специальный funksiya boshqacha, другой funksiya deyapti. Undan kirib, qaysi ошибка bo'lsa, shu joyga yoziladi. Ошибкasi haqida xabar, email pochta, video bo'lsa video, rasm bo'lsa rasm. 2 kun oralig'ida sirazi hal qilishadi albatta. Ularda agar bayram yo dam olish kuni bo'lmasa. Sog' salomat bo'lasizlar. Shu planshet ishlatadiganlar shu joylariga e'tibor berib qo'yasizlar. Rahmat.